Hurmatli obunachi, biz navbatdagi obyektimizda tashabbus lifti trosi perifasovka qilgani keldik. Bu yoqdagi eski lifterlar ozgina xatolik qilishgan. Perifasovka qilmasdan liftni buferdagi rezinkasini olib tashlashgan bo'ldi. Masala hal bo'ldi deyishganda shundan chiqib ketishgan. Aslida buni perifasovka qilish kerak. Bu turish kerak joyidan olib tashlashgan. Mana boltlari ham yechib, mana bitta bolt turibdi. Yechib prosta olib qo'yishgan bo'ldi. Prosta olib qo'ysa bo'ldi-da o'zi. Ko'p ish kerak emas. Asli qonun bo'yicha trosni kaltalatish kerak. Hozir shuni biz qilyapmiz, sizlarga ko'rsatamiz qanday qilinishini. Bu yoqda ozgina musorlar to'lib ketgan ekan. Buni ham tozalashmagan. Hozir sizlarga ishni ko'rsatamiz. Mana biz kabinani tepasida ishlayapmiz. Trosni kabinani talga ilib qo'yganmiz. Trosni bo'shatib, proteveski ana qilib tros bilan boylab qo'yganmiz. Hozir mana troslarni kaltalatib, qaytib joyiga qo'yamiz. Perifasovka shunaqa bo'ladi. Kimga shunaqa xizmatlar kerak bo'lsa, bizga aloqaga chiqsanglar, biz sizlarga sifatli qilib beramiz.